Meni oq dog'larim bor, lekin o'g'illarimda oq dog'lar yo'q. Lekin mendagi muammo tufayli o'g'illarimga hech kim qizini bermayapti. Oq dog' nasldan naslga o'tadimi va nasldan naslga o'tgan oq dog'ni davolasa bo'ladimi degan savol kelgan. To'g'ri, haqiqatdan ham oq dog' kasalligi nasldan naslga o'tadigan kasallik deb aytilgan, lekin qabulimizga keladigan bemorlar va o'sha davolash jarayonimizda kuzatgan holatimiz haqida aytadigan bo'lsam, juda ham ko'plab oq dog'i bor insonlarni hech qanday naslida oq dog' kuzatilmagan. Yoki buni boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan ham ota-onasida bo'lsa 4 ta 5 ta farzanddan bittasiga yoki ikkitasiga o'tgan, haqiqatdan ham kuzatilgan holatlar ko'rganmiz, lekin ota-onasida yoki avlodlarda kimda bo'lib barcha farzandlari oq dog' bo'lgan holatni shaxsan men mutaxassis sifatida kuzatmaganman. Shu sababli hech qachon noumid bo'lmaymiz. Dard bormi, shifosi ham bor. Biz hozirgi kungacha juda ham ko'plab oq dog' bilan kasallangan bemorlarni 100% tuzalishiga sababchi bo'lganmiz. Shu sababli hech qachon noumid bo'lmaymiz.